Bu yoqqa kel! Hadi. Qo'lingni bos! Bola oldida bunaqa qilma! Sen kimsan? Men qayerdaman? Sen bir haftadan keyingi vaqtdasan. Men bu yangi qabr boyaga borgan qabr. Uni sen olib kelding bo'tga. Bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Endi badaning jimirlaydigan joyga olib boraman seni. Ko'zingni yum. Och. Men bu ayolni farzandidan, men bu kelinni eridan, men bu kichkinagina bolachani otasidan ayirding. Bolamga dorini ichib ol. Odam kasallikka ichaman. Lekin endi u kim edi? Bilasanmi? Bu bolacha endi bir umr bitta savolga javob qidirib yashaydi. Bilasan qaysi savol? Adam qani? Uchta qizdan keyin so'ramagan o'g'lim, qarovchimiding jonim bolammi? Bo'ldi, yetar! Bir minut chidomading-a shu gaplarga. Bir minut. Lekin aslida bu gaplar endi bir umr davom etadi. Bir umr har kuni. Tushunayapsanmi? Mana qara. Iltimos, uyimga ketaylik. Nima? Uyimga? Bo'ldi. Mana seni uying. 18 yil yashaysan. Ayyo, sen 18 yilga bormaysan. 3-4 yilda. Mana eshitsan, men bu yerdan olib ket, men bu yerda qolishni xohlamayman. Tavba qildim, iltimos, olib ket meni, tavba qildim. Eshitsanmi meni? Ramiz. Ko'zingni yum. Endi kech.